Assalomu alaykum Instagram ahliga. Instagramda ba'zi bir qushtirnoq ichidagi blogerlar faqat iPhone 17 oldim, 17 oldim deydi. Instagram ahliga gapiz shumi sizni? Instagram ahliga poq qo'yishaning. Nima puli yo'qlar pochkasini sotib olish kerakmi yo bironta joyini sotib olish kerakmi? Nima qilasiz siz 17 ni? Ko'tizga tursiga oling oldin, boshingizga shampun oling oldin. Ye? Qo'pol bo'lsa ham bili. Mana iPhone emasmi? Bu ham iPhone, hamma iPhone zoti. O, siz bir iPhone ushlamagan ekan. Bir xil onasini hamsa bir ikkita parolajenasi o'zgargan bo'lishi mumkin. Saybal bil. Men realni tushunmayman. Nima xohlayapti bu bola Instagram ahlidan? Uka bitta zo'r variant bor sizga, ishoning. Men UC servisim bor, o'shandan UC oling, asabingiz ancha joyga keladi. Bir ikkita qushtirnoq ichida blogerlar ishlatsalar ishlataveringlar. O, rahmat kattakon. Buncha gapdan keyin ishlatsammi, yo'qmi deb o'tiruvdi. Rahmat ruxsat berganingiz uchun. Maqtanmanglar bilan, pul ko'plagan bildik hammamiz ham. Bo'ldimi? Bo'ldi, telefonni ketsa qaytaring endi.